Bugun sizlar bilan xalqimiz ko'nglidan joy olgan, O'zbekiston yo'llarini tan olmagan o'sha legendarni Jetur T2 haqida gaplashamiz. Mashinamiz ikkita komplektatsiyadan iborat bo'ladi. Birinchisi ko'rib turganingizdek 18 diskalar bilan keladi. Ikkinchi pozitsiyasi уже off-road, ya'ni 2 litrlik turbo dvigatel bilan jihozlangan bo'ladi. Bunisi 1,5 litr turbo 184 ta ot kuchi bo'ladi. Xo'p, mashinamiz uzunligiga kelsak, mashinamiz uzunligi 4785 mm. Shu joyda hozir haybatini mani bo'yim bilan ham masalan ko'rishingiz mumkin. Bo'yi 1900. Eniga kelsak, eni asosiy eni 2006 mm. Bu deganiki 2 metrdan ziyodroq. Xo'p, mashinamiz komplektatsiyasi haqida tanishtirib o'taman. Bu 1.5 ko'rib turganingizdek, o'zi 1.5 bu. Xo'p, 18 diska bo'ladi, заводской kelyapti. Linzli proyeksionniy optika двухрядный, 360 gradus kamera. Xo'p, undan tashqari 1,5 turbo, 184 ta ot kuchi aytganimda. Xo'p, Germaniya motorlari Germaniyadan ishlab chiqariladi. Xo'p, o'zimizni O'zbekiston bilan hamkorlikda hozir yig'ilyapti. Xo'p, O'zbekiston ob-havosiga ham javob beradi. Ko'rib turganingizdek, apsishkala polno koja, birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiyada ham bizada koja ishlatilinadi. Xo'p, barlari ko'rishingiz mumkin. 3 ta rejimga ega mashinamiz: sport, eco, normal. Ikkinchi pozitsiyasi bo'lsa 7 ta rejimga ega. Unga XVD ham qo'shilgan. Xolodilnik, konditsioner, Apple CarPlay, Android Auto, xullas funksiyalar talaygina bu mashinada. Orqasi, mana qarang. Bu mashinaga o'tirganda обязательно просто o'tirmaydi-da. Обязательно o'tirgan payt bu ruchkani ushlab, keyin o'tirasiz. Xo'p, o'tirgan payt o'zingizni xuddi qirollaysiz xillasda. Bu mashinaga shay chotki. Podogref o'rindiqlar orqada ham mavjud, oldinda ham mavjud. Bu birinchi pozitsiyasida. Birinchi pozitsiyada ham funksiya bor. Faqatgina bu bilan ikkini bilan birini farqi nima? Dvigateli, panorama lyuki bo'ldi, tamom. Diskalari 3 ta 4 ta farqi bor. Qolgan hamma joy bir xil. Mana endi T2 olishda men maslahatim farqi yo'q. Birinchi pozitsiya olgan taqdiringizga ham o'sha ko'rinish, o'sha uzunlik, o'sha en, o'sha dizayningizga beradi. Bitta panorama. Boshqa hech narsa yo'q. Farqi o'shanda. Xo'p. Orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu mashinamiz xullas shassida bo'ladi. Shassida mashinamiz. Xo'p. Bagaj sig'imini ko'rishingiz mumkin. Bagaj sig'imi 600 litrga, qariyb 600 litrgacha bagaj sig'im. Xo'sh. Bu yerda siz bemalol buni yechib propan gazni qo'ysangiz bo'ladi. O'zimizda ham qo'yib berishyapti hozir. Xo'p. Bundan tashqari podstakanniklar zavoddan, telefon qo'yish uchun joylar, открывашkalar ko'rishingiz mumkin. Tog'da masalan bir do'stlaringiz bilan o'tirgan paytda o'zidan o'zi yopilib ketmaydi. Yopishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Dam olishga borasiz, bir stol kerak bo'ladi. Bu mashinada stol ham mavjud. Marhamat. Mana bu yerda oyoqchalarini qo'yasiz. Mana bu yerda siz bemalol do'stlaringiz bilan maza qilib stolda nimadirlarni ichib, yeb o'tirishingiz mumkin. O'zi mashina dam olish uchun ham o'z tog'larda bemalol buni haydab, bemalol yo'l tanlamaydi. Любой joyga chiqib olasiz. И также bagajimiz prisoskaga ega. O'zidan o'zi yopiladi, tortib bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, 360 gradus kamera, ходовойchasini ko'rsatamiz. Ходовойлari mustaqil ravishda, ya'ni независимый, bir-biriga bog'liq bo'lmaydi. Отдельно ishlaydi. Mashina shassida. Xo'p, keling. Shofer tarafdan o'tgan paytimiz keling, funksiyalarni birma-bir ko'rsatamiz. Mashina lekin maza qiladigan joyim, mashinani oddiy rulini ham rejimi bor o'zini. Siz rulni masalan xohlasangiz komfortniy, xohlasangiz qattiqroq, xohlasangiz mягкийroq qila olasiz. Funksiyasi 3 ta funksiyasi bor rulning o'zida. Undan tashqari bespроводной, голосовое управление, polni tizimlari, ana ko'rishingiz mumkin. Klimat kontrol, hammasi qo'shilgan. Xo'sh. 360 gradus kameralari mana ko'rsating. Tiniq ishlaydi.
Mashinani polni krugovoy живой ko'rasiz. Mazzadan lekin to'g'risi bu mazza. Bunaqa mazzani qanaqa mashina bera oladi? Faqatgina Jetour T2 model azizlar. Привет, Jetour! Слушаю. Открой переднее окно. Хорошо. Ko'rib turganingizdek, mashinamizda birinchi paytda bo'lsa ham голосовой управление zavoddan qo'yilgan. Birda ham, ikkida ham ekonom yo'q azizlar. Faqatgina aytganimdek, diska, motor, panorama. Bo'ldi. Hamma narsa, даже to mana ko'rishingiz mumkin. Даже to sidenyalargacha koja. Bu ideal. 6 yilgacha mashinaga garantiya berilgan. Garantiya 6 yilgacha. Bu deganiki 6 yil yoki 200 ming kilometr. Oddiy qilib aytaman, keling beri. Lobovoyni o'zida ham fotografni ko'ryapsizmi? Buni endi menimcha kamera bermasa kerak, to'g'rimi? Lekin shunaqa funksiyalar qo'shilgan. Apple CarPlay aytganda Android Auto zavoddan turibdi. Xolodilniklari ham bor. Kapot ostini ham ko'rsatamiz. Xo'sh. Keling, kapot ostini ham ko'rsatamiz. Mana bu zachokni ko'rsating, bu mazza qiladigan joy. Jetour Travel. Bu nima degani? Jetour sayohat uchun. Bu dvigatelimiz o'zi, mana bu filtrni tepaga qo'ygan sababi bular yo'l tanlanmasi hisobiga-ku, o'sha uchun filtrni polni tepaga qo'yishadi. Ko'p yo'l tanlanmasligi o'zi tepada turadi. Oddiy mashinalarga chetlarda kichkina filtrlar turadi. Xo'p. Mashinamizda dvigatelni aytib o'tdik. 4 ta portionlik, 184 ta o't kuchlik. O'sha 1.5, 1.6 motorlaringizni javobini beradigan motor 1.5 bo'lsa ham, to'g'risi. 184 ta o't kuchi. Mana deganlaringizni, mana degan inomarkalaringizni hozir cho'yini ichirib qo'yadi. Shu motor bilan. Javob bera olaman. 2 litrligi bo'lsa вообще. Unga o'tirsangiz, uni yurishiga вообще mazza qilasiz. 1 bilan 2 ni men razlitsiyasini ko'p ko'rmayman. Bitta dvigatel deb o'ylayman. Boshqa hamma joyi почти bir xil. Xullas, mashinani to'liq ko'rsatib chiqdik deb o'ylayman. Nimadir qolib ketgan bo'lsa, fikringizni kommentariyada qoldiring. Nima qolib ketdi? Kelgusida yana obzor qilib chiqamiz. Bu len emas, dalish yangilanib, qaysi mashinani xohlayapsiz, o'shani obzorlarni to'liq ravishda qo'yib o'tamiz. Sizlar bilan men Altinov Mirshod bo'ldim. Agarda bu mashinani siz boshlang'ich to'lov 50% bilan xarid qilsangiz, 50% bilan 2 yilga shu mashinani men sizga rassroshkaga berib olaman. 2 yilga halol nasiya savdoga ushbu mashinani bo'lib to'lashga olishingiz mumkin bo'ladi. Bunaqasi faqat qayerda? Avtocenter Buxoro avtosalonida. Azizlar, yangilikni o'tkazib yubormaslik uchun обязательно shu video ostida kommentariya, layklarni bosib portlatasizlar. Hammalaringizni azizlar avtosalonimizda kutib qolamiz.